Nurobodga keldim bugun, nurli manzil Nurobodga. Kelsam tanga shifo bo'lgan nur bulog'i tushar yodga. Biram go'zal adirlari, cho'ponlari, chapdastlari, tog' qirlarini sayr aylasam, chavandozday minib otga. Ne ulug' olimlar ham shu tuproqni tanlagan, azaldan bu diyorning ovozasi shon bo'lgan, buyuk ipak yo'lining karvonlarin jamlagan, Samarqandning eng ko'hna darvozasi jom bo'lgan. Ulusda bir go'zallik, uyruqlida bir chiroy, mehnatkashning qalbida porlab turgaydir bir o't. Bu elning ko'nglidayin oq bo'lib oqar oqsoy, dunyoning uch dinida ulug'dir Hazrat Dovud. Bu yerdagi ilm ziyo topilmas derlar chinda, hattoki igna bilan ming quduqlar qazilgan, qalbiga ilhom jo'shib shu kengliklar ichida Murod Muhammad do'stning lolazori yozilgan. Mehmon do'stdir sahoba, ko'tarishar boshgacha, qachon borsam yaxna go'sht yo shirboz barrasi bor. Tim atalmish qishlog'in ta'rifi bir boshqacha, Somoniylar davridan meros maqbarasi bor. Ag'ronda bir qal'a bor, 2000 dan oshgan yoshi, qizlarning ibosi bor, yigitlarning qalbi o'tli. Yangiliklar ko'p bu yurtda, islohotda karvon boshi, bugun katta quvvat ila quyoshdan nur olar tutli. Har bir elda to'kinchilik, obod zamon bo'lsin, yaylovlarda yayrab yursin, mayli qo'zi uloqlari, Sazag'anning 5 asrlik qo'shchinori omon bo'lsin, ming bir dardga shifo bo'lsin nur buloqning buloqlari. Nurobodga kelsa kimki, yo shoir yo baxshi ko'rar, ijoddan zavq olib ular, qalbiga o't qalarlari. Paxtachidan kelgan shoir o'lmasni ham yaxshi ko'rar, yomon ko'rsa she'ri uchun bitta qarsak chalarmidi? Rahmat sizlarga. Nurobodlik yoshlarga yana bir bor bugungi yoshlar festivali muborak bo'lsin. Salom.